Aydan bilan Kaya 10 yildan beri birga. Ikkita ajoyib farzandimiz bor, Istanbulda uyimiz bor. Hammasiga qarab, hamma havas qiladigan, mukammal va ideal oila. Lekin har kecha boshimni yostiqqa qo'yganimda, ba'zan yonimda ancha pishib uxlab qolgan Kayani eshitib yotganimda, meni bir xotira ta'qib qiladi. Bu xotira 10 yildan ortiq vaqt davomida mening bir qismimga aylanib qolgan. Xuddi tanamdagi doimiy, lekin og'riga otmaydigan chandiqqa o'xshaydi. Bu mening sirim, mening gunohim va mening eng katta muhabbatim. Toyimdan bir necha kun oldin men Kayaga xiyonat qilganman. Oz akam Alp bilan. Buni tushunish qiyin, bilaman. Jirkanchli eshitiladi. Agar kimdir menga shunday hikoya aytganida, men ham uni hukmlagan, undan nafratlangan bo'lardim. Lekin hayot qora va oq rangdan iborat emas ekan. Unda shunday ranglar borki, ularni nomlashning ham iloji yo'q. Mening akam Alp bilan o'rtamizdagi munosabat hech qachon oddiy aka-singil munosabati bo'lmagan. Biz bir-birimizga shunchaki qarindosh emasdik. Biz bir butunning ikki yarmi edik. Hammasi bolalikdan boshlangan. Ota-onamiz ish bilan juda band bo'lishardi. Alp mendan 5 yosh katta. Men uchun u shunday edi, nafaqat aka, balki ota ham, ona ham, eng yaqin do'st. Kichkinaligimda yiqilib tizzamni shilib olganimda, onamga chopish o'rniga Alpning oldiga yiglab borardim. U yarimga dori surtib qo'yardi. Kechalari momaqaldiroq bo'lganda, qo'rquvdan uning karavotiga kirib olardim. U meni quchoqlab, hammasi yaxshi bo'ladi, seni hech kim xafa qila olmaydi, deb tinchlantirardi. Uning bag'rida o'zimni dunyodagi eng xavfsiz joyda his qilardim. Uning teri va bolalar shampunining aralashmasi men uchun xotirjamlik timsoli edi. Biz birga katta bo'ldik. Maktabda meni kimdir xafa qilsa, Alp paydo bo'lib meni himoya qilardi. U menga velosiped haydashni, daraxtga chiqishni o'rgatgan, darslarda yordam berardi. Mening barcha sirlarim unga ayon edi, uning sirlari esa menga. Soatlab gaplashib o'tirishimiz mumkin edi, hamma narsa haqida. U mening fikrlarimni gapirmasdan oldin o'qiy olardi, men esa uning kayfiyatini bir qarashda sezardim. Oramizda so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydigan bir bog'liqlik bor edi. Boshqalar uchun biz shunchaki yaqin aka-singil edik, lekin ichkarida, qalbimizning tubida, bu undan ham chuqurroq edi. Buni o'zimiz ham anglamasdik yoki anglashni istamasdik. O'smirlik davrimda yigitlar bilan uchrasha boshladim, lekin hech biri bilan munosabatim uzoqqa bormasdi. Chunki men ularning hech biridan Alpdan topgan o'sha tushunishni, o'sha himoyani, o'sha yaqinlikni topa olmasdim. Har bir yigitni ongsiz ravishda u bilan solishtirardim va ularning hammasi yutqazardi. Alp ham qizlar bilan uchrashardi, lekin u ham hech qachon jiddiy munosabat qurmadi. Ba'zida uning qizlardan rashk qilardim, lekin buni singilning rashqin deb o'ylardim. Endi o'ylasam, bu boshqa narsa edi, bu egalik hissi edi. Keyin hayotimda Kaya paydo bo'ldi. U yaxshi inson edi, og'ir, boshi aqlli, kelajagi porloq. Ota-onamga ham u juda yoqdi. U menga chiroyli gapirar, gullar sovg'a qilar, qimmat restoranlarga olib borardi. U bilan o'zimni malikadek his qilardim. Men unga turmushga chiqishga rozi bo'ldim, chunki bu to'g'ri qaror edi. Hammasi shuni kutgandi. Men o'zimni shunga ishontirdimki, baxtli bo'lish uchun shu kerak, muhabbat vaqt o'tishi bilan keladi, eng asosiysi hurmat va ishonch. To'yga tayyorgarlik boshlandi, boylak tanlash, mehmonlar ro'yxati, restoran band qilish. Bu tashvishlar ichida men o'zimni yo'qotib qo'ygandek edim. Hammam xursand edi, meni tabriklardi, lekin yuragimning bir chekkasida tushunarsiz bir bo'shliq bor edi. Buni hech kimga ayta olmasdim. Bu davrda Alp juda o'zgardi. U menga uzoq-uzoq tikilib turar, lekin hech narsa demasdi. Ba'zida uning nigohida shunday og'riqni ko'rardimki, yuragim ezilib ketardi. U men uchun xursand bo'lishga harakat qilardi, lekin bu soxtaligi sezilib turardi. Men undan uzoqlashayotganimni, hayotimdagi eng muhim insonni yo'qotayotganimni his qilardim. To'y kuni yaqinlashgan sari ichimdagi vahima kuchayib bordi. Men noto'g'ri qadam qo'yayotgandek edim, lekin ortga yo'l yo'q edi. To'ydan 3 kun oldin oilaning qishloqdagi yozgi hovlisiga bordingiz. Oila an'anasi, hamma yigiladi, birga vaqt o'tkaziladi. O'sha kuni kechgacha o'tirdik. Hammam charchab uyquga ketdi. Faqat men va Alp qoldik. Tashqarida yomg'ir yog'a boshladi.
Biz ayvonning eski kursisida o'tirardik, yomg'irning tomchilashi va qurbaqalarning virovlashidan boshqa ovoz yo'q edi. Uzoq jimlikdan so'ng Alp gap boshladi. U Kayadan so'radi. U yaxshi insonmi? Seni baxtli qila oladimi? Ovozida galati bir titroq bor edi. Men hammasi yaxshi bo'ladi, dedim, lekin ovozim o'zimga ham ishonchsiz eshitildi. Shunda u menga qaradi. Qorong'uda uning ko'zlari yaltirab turardi. U menga shunday nigoh bilan qarardiki, men butun vujudim bilan uning dardini his qildim. U aytdiki, meni yo'qotishdan qo'rqayotganini, mensiz hayotini tasavvur qila olmasligini. Men uning hayotidagi yagona insonman, uni chindan tushunadigan yagona jon. Bu so'zlar yuragimga oqdek sanchildi, chunki men ham aynan shuni his qilayotgan edim. Men yiglab yubordim, o'zimni to'xtata olmadim. Oylar davomida ichimga yigilib kelgan barcha qo'rquv, ikkilanish va gussa ko'z yosh bo'lib oqib chiqdi. U yonimga keldi. Uning qo'llari issiq edi. Uning tegishi tanish, ammo ayni paytda butunlay yangi bir his edi. U yuzimdan ushlab, peshonamdan otdi, keyin sekin pastga tushdi, ko'zlarimdan, yonoqlarimdan opdi. Men qarshilik qilmadim. Qilolmasdim edim. Butun vujudim muzlab qolgandek edi. Faqat uning nafasini, hidi, yaqinligini his qilardim. Bu noto'g'ri ekanini miyamning bir chekkasi aytib turardi, lekin yuragim bunga bo'ysunishni istamasdi. Bu xuddi uzoq vaqt chanqab yurib, nihoyat suvga yetishgandek edi. Uning lablari mening lablarimga tegdi. Bu mening hayotimdagi birinchi opich emasdi, lekin bu birinchi haqiqiy opich edi. Bunda ehtirosdan ham ko'proq ma'no bor edi. Bunda yillar davomida aytilmagan so'zlar, yashiringan hislar, sog'inch va umidsizlik mujassam edi. Bizning butun bolaligimiz, butun o'tmishimiz shu bir lahzada jamlangan edi. Men uning bo'ynidan quchoqlab javoban opdim. Dunyo to'xtab qolgandek edi, faqat yomg'ir ovozi va bizning nafasimiz. Keyin u mening kiyimlarimni yecha boshladi. Har bir harakati mayin va ehtiyotkor edi. Xafa qilib qo'yishdan qo'rqayotgandek. Butun vujudimni elektr toki urgandek bo'ldi. Bunda uyat yoki noqulaylik yo'q edi, faqat aql bovar qilmaydigan darajadagi yaqinlik va bir-biriga tegishlilik hissi bor edi. U mening har bir nuqtamni bilardi, menga tanish edi, lekin uning tegishi mutlaqo yangi va hayajonli edi. Bu jarayonda shoshilinch holat yo'q edi. Biz bir-birimizni o'rganayotgandik, go'yo birinchi marta ko'rishayotgandik. Mensiz yashay olmasligini aytgan so'zlari qulog'imda musiqadek edi. Men unga seni sevaman dedim. Haqiqatan ham dunyoda boshqa hech kimni sevmasligimni his qildim. Buni tasvirlash qiyin. Bu ehtirosli emasdi, bu ikki ruhning qayta uchrashuvi edi. Unda shu qadar ehtiyotkorlik, shu qadar og'riq bor edi. Keyin u shunday nazokat bilan yaqinlashdiki, men hech qanday bog'liqlikni emas, balki faqatgina toliqlikni, o'zimning yo'qolgan bir qismimni topgandek his qildim. Eng yuqori choqqiga yetganimizda biz bir vaqtning o'zida yigladik. Bu zavqdan ham ko'proq og'riqli edi, chunki ikkalamiz ham buni birinchi va oxirgi marta ekanligini bilardik. Tashqarida yomg'ir ota boshlagan edi. Men uning yuziga qaradim va endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi deb tushundim. Biz bir-birimiz bilan nafaqat qarindosh, balki sevishganlar sifatida ham aloqada bo'ldik. Va biz ortamizdagi o'sha pok, begubor rishtani o'z qo'llarimiz bilan oldirgan edik. Men oppoq kelinlik libosida Kayaga turmushga chiqdim. Hammam meni tabrikladi, qanday baxtli ekanligimni aytdi. Kaya haqiqatan ham ajoyib er va ajoyib ota. Men unga qilgan xiyonatimdan har kuni afsuslanaman. Vijdon azobi meni bir umr tark etmasa kerak. Lekin ba'zi yolg'iz qolgan kechalarda o'sha yomg'irli tunni eslayman. O'shanda his qilgan tuyg'ularimni eslayman. Haqiqatni tan olishim kerak. Men hayotimda hech qachon, hech kim bilan o'zimni o'shandagidek tirik, o'shandagidek to'liq his qilmaganman. Bu mening gunohim. Va bu mening hayotimdagi yagona haqiqiy sevgim. Bu sirni men o'zim bilan olib ketaman.